Maylimi, Alloh uchun bitta narsani aytib beraymi sizlarga. Meni ham har xil nom bilan nomlaydiganlar, muxlislar bor-da. Ko'piga aytganman. Aka yo uka, qayta meni uni demang. Iltimos, uni demang va demanglar meni. Shayx ham demang, hazrat ham demang, olim ham demang, qori aka ham demang. Men qori basmanman. Qori degani 30 pora Qur'onni yodlagan odamga xoslanib qolgan so'z. O'zi aslida inna atoynani o'qiyotgan odam ham qori hisoblanadi. Endi domla, siz haqiqatan domlama, shu safpaday tushadi endi bu. To'g'rimi? Mayli endi shukrlar domla deysizmi? U tushadi endi. Undan qolganini iltimos, mana shu narsani qirqib qo'yib ham qo'yinglar shu joyini, xo'pmi? Aytmanglar, shuni aytadiganlar chiqib qolyapti. Keyin attabatda videoyimizni qo'yganda bitta ikkitani ko'rib qoldim. Hazrat shukrlar, qayerdaman hazratman? Men aytay, o'zim men hazrat basmanman. Eshitib olinglar shuni. Men shayx basmanman. Umuman yozmang, kerak emas menga unaqa. U maqomingiz u kerak emas. Shu yozing shukrlar domla, shuni adib tashlabdi, bo'ldi, tamom. Iltimos sizlarni. Tushundilarmi? Yana qo'pol qilib aytganda, o'shna deydiganlar to'g'ri, yaxshi ko'rganingizdan aytaygan, meni aynitasizlar. Endi tushundilarmi? Meni aynishimni xohlasalar aytaveringlar bo'pti. Meni aynitasizlar. Keyin mayli o'zi buni aytmayman deyotgandim, endi aytay. Umrbod. Siz tirik bo'lsangiz, siz uchun umrbod, men tirik bo'lsam, men uchun umrbod. Qo'limni o'pib ko'rishmanglar, iltimos. Iltimos sizlarni. Tushundilarmi? Yana mayli endi aytib qo'yay, bir joyga kirganda tika turib kutib olmanglar meni. Janozadami, meni jumada kirayotganimdami, bir izdihomdami, iltimos tika turmanglar. Nimaga? Meni aynitasizlar. Tushunyapsizmi? Men nafsimga yoqadi, nafsim meniga sekin yulduzni yoqib oladi o'zicha. Qo'ying, men eng yoqtirmagan narsam shu o'zidan yulduz yasab olganlar. Kerak emas. Meni agar aynimasin shu kibrga berilib ketmasin desiz, yana bilib olinglar. Menga hazrat, shayx, yana nima bor? Shunaqangi narsalarni aytmanglar. Xo'p, jumalarda attabatda shunaqa narsa bo'lib qoladi. Qo'l o'pib ko'rishish, men o'lgunimcha shunaqa ko'rishmanglar, iltimos. Iltimoslarni. Keyin tika turib kutib olmanglar, iltimos. Tushundilaringmi? Shu iltimosini meni yaxshi ko'rganlar qilmanglar shu ishlar.